zo'r naql bor. Olim bo'lmagunu odam bo'lgin degan. To'g'rimi yo'qmi? U nima degan? Bu odamni ilm boshqarmaydi, odob boshqaradi degani. Ya'ni odobli degani. Odobli inson hammasiga yoqadi. Beodab hech kimga yoqmaydi. Farqi yo'q, uni 10 ta qizil diplomi bo'lmaydimi? Beodob bo'lsa-chi, undan odamlar qochadi. Umuman savodi bo'lmasin, lekin odobli bo'lsin. Unga hamma odam talpinadi. Nima uchun? Chunki odobli insonning qalbi ochiladi. Undan xuddi nur taralganday bo'ladi. Axir aytiladi-ku, istarasi issiq odam ekan deydi. To'g'rimi yo'qmi? Shu odamga borib yonida o'tirgingiz keladi. Gaplashmasangiz ham shu yonida o'tirsangiz mazza qilasiz. Shu kishining davrasida o'tirsangiz mazza qilasiz. Chunki uning qalbi ochiq. Shuning uchun sizni qalbingiz undan nima deydi, barham oladi, undan kuch oladi, undan rohatlanadi. Shuning uchun odobli inson juda ham yoqimli bo'ladi. Odamni hayotda odob boshqaradi. Odob boshqaradi. Ilm emas. Shuning uchun birinchi navbatda tarbiyali, iboli, ifoli, odobli bo'laylik. Ana shunda qalbimiz sokin bo'ladi. Bor narsaga shukr qilishni o'rganamiz. Bor narsaga shukr qilgandan keyin o'zidan o'zi qalb eshiklari ochilib, boyaga g'oyibdan kelaveradi. Agar boriga rozi bo'lib shukr qiladigan bo'lsak. Nima uchun deganda odamning qalbi sokin bo'lsa, boshiga nima tushdan qat'iy nazar, shunga ham rahmat desa, bu odamning yuqori darajadagi qalb ilmidan dalolat beradi. Qalbi baland insonlar, qalb ilmi baland insonlar baland ko'p narsaga munosibdir. Uchrashguncha.